Shunday yopilib, tug'ilib, keyin yana joyiga tushadi. Shu choqlar bir-biriga tekis joylashmasligi ham mumkin qizlar. Tug'ilishi bilan osteopatlar o'shaning uchun ishlaydi. Bizda hali bu rivojlanmagan, lekin chet elda, masalan, Moskvalarda raddomni o'zidan osteopatlar ishlaydi. Yana bitta narsa. Mana shu tazi bolani boshi keldi. Tug'ruqda onalar qiynalganda kimni qornidan mana bunaqa bosishib olgan. Akusherkalar tepadan bosadi, tepadan bosganda qizlar qaranglar. Mana bolani holati, mana bunaqa bosganda, mana bolada ham mana bu holat keladi. Tushundinglarmi? 7 ta bo'yin umurtqasidan tortib, mana bu umurtqalarimizda hammasida cho'kish bo'ladi. Tushundinglar? Cho'kish bo'lgandan keyin естественно mana bu hamma segmentlarning atrofidan o'tayotgan qon